Kecha bitta yurak doktorining gapini eshitdim. 30 yilmi shu yurak sohasi bo'yicha ishlagan. Keyin ko'p odamlarni eng oxirgi nafasi o'lish paytini ko'rganda, endi sababini qilgan, bo'lmagan, olimdan o'tyapti. So'ragan, qanaqa tilaging bor deyapti. Birovsi uy aytayotgan yo'q, yo mashina aytayotgan yo'q. Keyin sayohat aytayotgan yo'q. Hammasi bir marta to'yib nafas olish, ozroqgina bo'lsa ham yashash dedi. Bu dunyoda pul muhim emas. Unday baxtli bo'lishga erib dedi. Keyin tilimdan chiqqan, xayolimdan o'tdi shu videoni ko'rib. To'g'ri dedim, pul ham muhim deb qo'ydim-da. Sog'lik ham muhim, pul ham muhim deb qo'ydim endi qalbimda. Keyin kecha bitta shu videoni ko'rgan bo'lsam, kecha kechqurun mana shu ko'zimga nimadir shunday qadaldi. 2 soat uxlay olmadim. O'sha payti shunday keldi, onasi esa mana bir chekkaga borki, butun dunyoni boyligini qo'yib qo'ymaydimi? Mana shu bitta ko'zingizda nimadir qadalib tursa, nimadir kirgan ekanda, shu qadalib tursa, shunaqa tinchligingiz, xotirjamligingiz yo'qoladi. Onasining inson bor, hech narsa kerak emas. Prosta mana shu bir marta to'yib nafas olish hammasidan ustun. Sog' bo'la, salomat bo'la, jonlaring omon bo'lsin.